Assalomu alaykum jamoat. Bizga Honda Starix Libero degan mashina kelgan. Motori mayrasot ko'payib, motor stuk chiqib qolgan. Buni полностью motorni jasab beramiz. Buni motorni moyqaga olib borib yuvib, tozalab, almashtiruvchi zapchastlarini almashtirib, so'nni qilib bitkirdik. Hozir motorni solamiz. Turbinasida almashdi. Motorni soldik. Yurishi o'ta so'nim. Bir bosqanda yurib, yaxshi yuryapti. Lishniy zuxtlari yo'q. May ustini полностью may jetgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga xayrlasizlar. Adres Jalolabad mashina bozorining janubida Manas avtoservis.